Xullas Jetel, seni judayam maxfiy ish bilan Nether portaliga jo'natyapmiz. Ha, Ramber, bildim. Lekin qanaqa ish, u yerda nima qilaman? Hayotimda borib ko'rmaganman u yerga. Xullas, bu yerda bir xazina bor ekan. Afsonada shunday eshitdim. U yerda xullas o'sha xazinani bitta maxluq qo'riqlar ekan. O'sha maxluqni o'ldirib, xazinani bizga olib kelib bersang, qishlog'imiz shaharga aylanadi. Tushunyapsanmi? Yo'q. Ha. Mayli, men bo'lmasam ketdim. Davay, faqat kech qolma, tushundingmi? Va nihoyat men Nether portaldaman. Yuhu! Men nima deganda? Qandaydir bir xazina topishim kerak edi. Uni qandaydir maxluq qo'riqlar ekan. Qani, qaysi tomga yursamkina? O'ngami yo chapgami? Mayli, davay, chapga. Biz sekin boramiz-da. Va nihoyat chiqdim. Oltinmi? Voy. Vau, oltin topdim. Yaxshi, men o'sha boylikni Voy, kim telefon qilyapti? Telefonim sandig'ida ekan. Hozir olishim kerak. Mermi? Mer, yaxshimisiz? Niko, yaxshimisan? Yaxshi, nima bo'ldi? Xullas, tashqariga chiq, juda muhim gap bor, telefonda aytib bo'lmaydi. Xo'p, hozir chiqaman. Voy. Nima bo'ldikini? Lakat. Mazza qilib uxlayotgandim. Barcha birga salom obunachilar, tushimsizlar, yaxshimisizlar? Sizlar bilan yana men ko'chigarlar. Yangi video roligimizga xush kelibsizlar. Xo'lla hozir Merman chaqirdi, bilmadim. Nima bo'ldi ekan, hozir borib ko'ramiz. Nether portalmi? Qishlog'imizda anchadan beri ko'rmadim bunaqa g'aroyib narsalar. Nima bo'ldi? Hamma yig'layaptimi? Voy, nima bo'ldi? Mer, yaxshimisiz? Niko, yaxshi emasdi. Nimaga? Nima bo'ldi? Xullas, 3 kun oldin oq Jetel bor edi-yu. Xullas, o'shani mana bu Nether portalga jo'natgan edim. Qandaydir bir afsona eshitdim. Xullas, Nether portalda bir xazina bor ekan. Uni qandaydir bir nima desa bo'ladi, bir maxluq qo'riqlar ekan-da. O'shani olib kelishga yuborgan edim, 3 kundan beri yo'q. Voy. Qanday qilib uni jo'natdingiz? Meni jo'natmaysizmi? U haqida u axir hech nimani bilmaydi-yu. U urush anaqalarini ham bilmaydi. Falakat, o'zing borib uni topib kelishing kerak. Hozir bo'shmisan? Hozir agarodga qarashim kerak. Daraxt chopib kelishim kerak. Ishim ko'p. Kechroqqa boraman-da. Bo'pti. Faqat sen bora olasan, chunki bu yerda hech kimimiz urushni bilmaymiz. Men bilaman-u, lekin menga qurol-yarog' branya kerak bo'ladi. Bilmadim, top bir nima qilib. Siz bermaysizmi? Meni o'zimda pul yo'q, ovsar. O'sha xazinani topib kelib bersan sen. Nima desa bo'ladi? Hamma narsa. Xullas, qishloqda shaharga boramiz, tushundingmi? Xo'p. Mayli, bo'pti. Xullas, ishlarimni qilay, keyin kelaman. Bo'ptimi? Xo'p. Faqat tez bo'l. Ha, bo'laman. Lakat, ertalabdan yana nimalar qilishmaydi bu jetellar. Qandaydir afsonami ekan? Xo'p, endi agarodimizga qaraymiz. Agarodga qarab olamiz. Agarodga qarab olgandan keyin yana ko'ramizda bir nimalar qilishimizni. Xo'p, kartoshka. Xo'p. Kartoshkalarni ekib olamiz. Obunachilar,
o'tgan kuni Rustam aka menga qandaydir bir yangi qurol-yarog' kelgani haqida gapirayotdi. Uni. Plus o'shani hozir ko'rib kelamiz-da. Agar branya kerakda menga, agar branyasiz borsam u yerda o'lishim aniq. Shuning uchun u yerga branya bilan boraman, lekin bormakinda. Mayli, hozir o'shani bilib olamiz. Hop, mana ularni sotib, kartoshkalarni ekib olganimizdan keyin, hop, buni ekamiz. Kartoshka, tap. Okey. Hop, endi bularni sotib kelamiz. Keyin puliga agar branya olib kelgan bo'lsa, branyani olamiz. Shunday qilamiz. Bo'lmasam boshqa ilojisi yo'q. Hop, endi borib ko'ramiz. Ay, anaqa harakat daraxt chopgani ham borishim kerak. Mayli, birinchi sotib olamiz. Hop, jetel yaxshimisan? Ha. Ana u portalni ko'rdingmi? Ha, nimadir bo'lyapti ekan, lekin men ishimga sodiqman-da, bormadim, tushundingmi? Ha. Sen axir ishlaysan-da? Ha. Okey. Hop. Sabzi. Rahmat, jetel, sog' bo'l. Hop, endi Rustam aka. Rustam aka, yaxshimisiz? Niko, yaxshimisan? Ha, yaxshi. Ana u aytayotgan branyalaringizni olib kelganmisiz? Voy, kakrasan bobidan bor. Ko'rsataymi? Ha, qani. Mana bularmi? Ha, ko'rib turganingdek. Qilichga pulim yetmaydi. Pulim yetadi, lekin qilich olsam boshqalarga pulim yetmaydi. Buni olamiz. Okey, bosh kiyim. Voy, faqat shularga pulim yetar ekan. Voy, falokat. Wow. Lekin menga buni o'zi yetmaydi, chunki menga qilich va ishdan keyin oyoq kiyim kerak. Yana ozgina ishlashimga to'g'ri kelar ekan. Rustam aka, anu 3 ta narsangizni ham tayyorlab turing, hozir kelaman. Xo'p-da, davay. Hop. Yana nima ishlar qilsak bo'ladi? Tak. Ana. Hop. Odilboy akani agarotiga qarab qo'yamiz. Chunki Odilboy aka hozir shaharda. Demak, agarotiga qarasang, pulni olamizmi? Buni ishlar nima deysizlar? Davay. Anaqa Nether portalga umrimda birinchi marta borishim. Oldin umuman bormaganman. Hozir borib ko'ramiz. Hop, albatta ekib qo'yamiz. Olishda anaqa ham ekib qo'yish ham kerak, chunki o'ldiradi. Lekin mana shuning uchun bu yoqdan somon. Okey. Tap. Tez. Bu yetarmikin degan savol bor-da. Yetmasa kerak. Yana bilmadim. Lekin pul kerak menga. Shuning uchun digital yana bir bor keldim, chunki ko'p kelaman bugun, chunki pul juda ham zarur. Shunga to'g'ri tushunasan. Hop. Somondan olmasak, okey. Bizda necha pul bor? 26 dollar. 26 debman. 5 dollardan 26 ta bor. Hop, yana qaysi agarot? Agarot qaraymizmi? Obunachilar, kelinglar. Endi, nima bo'lib qoldi? Qalagan. Voy. Yog'och olib kelsammikin? Yog'och olib kelaman, mayli. Hozir bizga pul juda ham kerak, juda ham. Rustam aka, bitta bolta oldim, chunki hozir kelaman yana. Hop. O'rmonga borib, yog'och olib kelamiz, keyin uni merga sotamiz. Mer bizga pul beradi va birini olamiz, keyin let's go Nether portalga borib, ana u maxluqni o'ldirib, oq kiyimli jetelni qutqarib, xazinani olib kelamiz. Keyin men uyimni yangilash niyatim bor. Uyni yangitdan boshqa cho'tka qilib qurish niyat bor, xullas. Hozir o'shani qilamiz. Hop, sizlar bo'lsa, like bilan obunani bosib qo'ysanglar bo'ldi. Qiyin emas, 5 sekund vaqt ketadi. 5 sekund emas. 2 sekund. 2 sekund. 1 2. Tak. Okey. Qilamiz. Hop. Ana shu daraxtni o'zini chopvosi yetsa kerak, chunki qancha bo'ldi? 34 ta yog'ochga qancha beradi? Bir stak
$5 bersa kerakmi? Hozir endi olib borib shotka qilib hozir keyin sotib bo'lganimdan keyin kamerani yoqaman. Hozir o'chirdim. Rahmat, mer. Bo'ldi, bir stop. Wow. Bo'pti, men ketdim. Hop. Endi obunachilar. Hozir mana bu Rustam akadan birini olib, keyin Nezirga ketamiz. U bir stak berdi. Menimcha ortib ham qo'ysa kerak. Ishton, oyoq kiyim va qilich. Wow, $23 ham ortib ham qoldi. $23 ga nima olamiz biz? Hop, $23 ga hozir kerak emas. Buni uyga qo'yib qo'yaman. Buni silab hozir biz Nezirga ketamiz. Hamma narsani tashlab, chutki bo'lib. Okey. Tak. Telefon, hamma narsa balobatlarimni tashlayman. Biriniyamni hop kiyishim kerak. Ana u yerda kiyamiz. Okey. Buni ishla. Hop. Kiyib olamiz. Hoppa. Buni ishla. Jitillar, men ketyapman, bo'pti. Niko, iltimos, sana u jitilni qaytar. Xavotir olmanglar, qaytaraman. Hammasini qaytaraman. Xazinani ham, jitilni ham qaytarib kelishga va'da bera olmayman-u, qaytarib kelishga harakat qilaman. Xullas. Let's go. Wow. Vana qo'y, Nezir portaldaman. Balakat. Endi ana o'sha jitilni topib, xazinani olib ketish kerak. Hop, qaysi tomon yursam ekan? O'ng, chap. Davay chap. Ketdik. Hop, bu yoqdan boshlayman. Jitil. Voy, palakat. Qayerdan topaman endi uni? Shu yerdan tushgim kelyapti, cho'ta. Sakrasam bo'larmikin? Hop. Ana shu qayerda jitil? Palakat, qayerdan topaman endi? 5 soatdan beri yurman. To'ming o'tkim kelyapti-yu, qanday qilib o'taman? Bu bloklarni o'zi buzib bo'lmas ekan. Wow. Hop. Mana bu tomondan aylanib o'tadigan yo'l bor ekan. Xo'p. Endi aylanib o'tishga harakat qilamiz, chunki boshqa ilojim yo'q. Juda mana shu tomonda nimadir borga o'xshayapti. Halitdan beri bir qandaydir bir ovozlar kelib yotibdi, baqir-chaqir. Yana ham balovatdirlar. Bu oltin. Oltinmi? Voy, palakat. To'xtaylar. Jitil. Unachilar. Jitil. Voy, maxluq qani? Men topib oldim. Maxluq qani? Yo'q, qutqarsammikin? Buni ishlama. Ey, so. Oy. Davay, ketdi, bu yoqqa. Nima? Palakat. Ikkita urgan o'lib qoldi. Shunaqa ham osonmi? Palakat. Aytgancha. Jitil, yaxshimisan? Gapirmayapti. Shundan ketib qopti shekilli. Mana obunachilar, mana bu xazinalarga qaranglar. Bu bir umrga yetadi, tushunibsizlarmi? Bu bir umrga. Lekin hayron bo'ldim men. Qanaqasiga bittada o'lib qolgani, yana u maxluq. Hamaylar. Endi jitilni olib tezroq ketishim kerak. Xo'p, bu yerdan tezroq ketmasam bo'lmaydi. Hop, obunachilar, videoni shu yerda tugatishga majburman, chunki borishgacha video anaqam zapisga batareykam yetmaydi. Xullas, videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Men jitilni olib 13-qishloqqa qaytdim. Hammaga xayr.